O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 14-16 may kunlari O'zbekiston hududi bo'ylab issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, 14-mayda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida, 15-16 mayda esa O'zbekiston hududining katta qismida havo harorati kunduz kunlari 39-41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. 14-15 mayda shimolda va cho'l hududlarda, 16-17 mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-18 metr sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi kutilmoqda. 17-mayda ayrim joylarda ba'zida shamol 20-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ob-havoning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va 3/5 Uz kanalini kuzatishda davom eting. Barcha uchun muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz.